Assalomu alaykum. Bugungi ishimiz ko'mir kotel bo'ldi. Garajini o'rnatib berdik. Xalosa ishga tushirdik. Nasoslar bilan yana plastik turba bo'ldi. Yana yetdi mana shunday deb o'tdi bu xudo xolosa. Shunday deb o'tdi bu xudo xolosa. Uyning ichini shunday deb girdi bu. Bu birinchi tochkasi. E'tibor berganimizda pish bor edi bu yerda. Pishni narsani buzmang, spasani buzmang. To'shni deb durishdik mana xudo xolosa. Mana kuxnyasi. Kuxnyada ikkinchi tochkasi. Shayli bo'lib o'tdi xudo xolosa. Bu yerdan suv doldirish uchun kranik qo'yib ketdik. Nasos shu yerda joylashgan. Shuning uchun shu yerdan doldiraveradi keyinchalik. E'tibor berganimiz ozgina oboy. Ichida ishkasi yetmadi oboy ham. Do'shiklarimiz ham chiroyli bir tagiz. Akkurat netib to'shilingan. Pishilgan joylar ham oboyga ishganda ishkasi yetmagan. Qaraymoqlar. Chiroyli deb o'tirganmiz. Hozir kotelimiz samotok aylanib turibdi. Nasos ishlamadi. Nasosni qo'shib ajratib turibdi. Ventilyatorlar. Mana shunday xizmatlar kerak bo'lsa, shu yerdagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Hammaga rahmat.